Assalomu alaykum, qadrli farg'onaliklar. Mana xudo xohlasa, Farg'ona shahridan Umra hajga cho'rib bo'lgan safarimizni sinovli muddatidamiz. Sinovli muddatida Qozog'iston Respublikasining Turkiston shahriga yetib keldik. Mana Turkiston shahriga yetib kelganimizda bu yerda Xo'ja Ahmad Yassaviy hazratlarining maqbarasiga keldik. Bugun xudo xohlasa sizlar bilan Xo'ja Ahmad Yassaviy bobomizning maqbaralarini, undan keyin chillaxonalarini ziyorat qilamiz inshaalloh. Safar davomida inshaalloh bo'layotgan vaziyatlarni yoritib borishga harakat qilaman. Sizlardan esa layk va podpiskani kutib qolaman. Hurmatli farg'onaliklar, sizlarni qo'llab-quvvatlashlaring biz uchun bir sharafdir. Bismillah. Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbaralariga kiryapmiz inshaalloh. Bismillah. Mana bu yerda ham qabrlar bor ekan. Ahmad Yassaviy qabrlari. Yo'ldamiz. Toki bu dunyo g'amidan tozalanmagay, haq yo'liga sodiq bo'lib yurganin anglamagay, nafsi yomon bandani Alloh sevmagay, g'am yeb dard chekib haqiqatga ermagay. Bu so'zlar Hazrati Xo'ja Ahmad Yassaviyning o'gitlaridan edi. Inshaalloh sizlar bilan keyingi yo'lda davom etamiz. Qo'llab-quvvatlash sizlardan. Obuna bo'linglar, hammalaringga katta rahmat.